Sohiba kimni so'rayotgan qizlar uchun Famuso eri tarqatib yuborgan, urgan videolarini уже ajrashayotganiga 1 yilga yaqin bo'ladi. Nega bunaqa bo'lgan? По psixologически qiz razviya qilyapti, chiroyli yuribdi, o'ziga qarab betladi va keyin mana bunaqa narsa bo'lyapti. Ko'ryaptiki, bats qiz ko'tarilyapti. Qiz ko'tarilsa, erkaklar ko'tara olmaydi, hazm qila olmaydi. Chunki usiz yashash kerak emas, nafas olish kerak emas, usiz harakat qilish kerak emas. Undan zo'r bo'lib ketish kerak emas, to'g'ri? Undan zo'r bo'lmas, lekin harakat qilish kerak-ku. Erkak o'zicha mana ayolini, muslima ayolini hijobsiz videolarini qo'yib yuborgan, urib. Men nenormallik, psixoshkaga yotqizish kerak deb o'ylayman.